va nihoyat o'qishni ham tugatdim. Endi esa yaxshi ishlarda ishlab, ota-onamni yuzini yorug' qilsam bo'ldi. Ancha yillar ham o'tdi, bir pasda mana hozir yaxshi ishlarda ishlayapman. Oyi, dada, men ishdan keldim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat o'g'lim. Bor, qo'lingni yuvib kel, ovqatlanib olamiz. O'sha payti menga dalda berganlaringiz uchun katta rahmat. Arzimaydi. Senga rahmat. Yuzimizni yorug' qilganing uchun, o'g'lim. Yoshligimizda bekor o'qishdan qochdik. Hozir esa ming pushaymon yeyapmiz. To'g'ri aytasan. O'sha payti mehnatkash xot-dogni gapiga kirsak bo'larkan. To'xta, anu xot-doglar kichkinaligimdagi boy xot-doglarmi, no?